Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram din qardoshlarimiz, endi siz azizlardan kelgan ba'zi bir savollarga qo'limizdan kelganicha javob berishga harakat qilamiz. Savol: bugungi kunda ayollar go'zal bo'lishning turli vositalarini o'ylab topishadi. Ulardan biri sochni rangsizlantirish, ya'ni vodorod periks bilan kuydirish. Aytingchi, dinimizda bunga ruxsat beriladimi? Albatta inson tabiatida go'zal bo'lish rag'bati bor. Erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, bu rag'bat bor. O'zini chiroyli bo'lib ko'rsatishga harakat yo'q emas. Lekin bu narsa ayollarda juda ham rivojlangan ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz. Alloh taolo ayollarni latif jins qilgan, go'zallikni bir manbasiga aylantirgan. Shuning uchun ayol kishida chiroyli bo'lish uchun his tuyg'u qoralanmaydi. Lekin chiroyli bo'lishni chegarasi bor. Chiroyli bo'laman ekan deb Alloh taolo yaratgan xilqatni o'zgartirish darajasigacha bormaslik kerak. Alloh yaratgan xilqatni dard bo'lmasa, sog'lomlik holida turgan bo'lsa, uni o'zgartirishga dinimizda ruxsat berilmaydi. Endi bu savolda aynan so'ralayotgan narsa, ba'zi bir demak moddalarni sochga surtib, sochni tabiiy rangini ketkazish, qandaydir ko'pchilikdan boshqacha bo'lib ko'rinib, demak atrofdagilarni o'ziga qaratish ma'nosidagi harakat, albatta bu yaxshilik bir harakati deb baholab bo'lmaydi buni. Chunki tabiiy holini sochni o'zgartirib rangsiz holga keltirish albatta haligi shariatda ko'rsatilgan ko'rsatmalardan chetlanish bo'ladi. Bu bilan birga yana bunga o'xshash kimyoviy urinishlar, bo'yashlarni sog'liqqa, aynan sochning o'zini sog'lig'iga zarar bo'lish ehtimoli bor. Agar tajribadan o'tib, albatta bu sochga zarar bo'ladi, uni to'kilib ketishiga yoki sog'liqning boshqa bir sohasiga zarar bo'ladi degan ma'lumot bo'lsa, buni mutlaqo qilish mumkin bo'lmay qoladi. Chunki islomda inson o'ziga o'zi zarar yetkazishi man qilingan. Shuning uchun xonimlarga tavsiyamiz shuki, ilojini boricha me'yorida, tabiiy ravishda, demak zeb-u ziynatga harakat qilinsa yaxshi bo'ladi. Savol: yomg'ir yog'ish yoki yog'masligini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi degan aqidaga ko'ra, ob-havoni oldindan aytish xizmatiga dinimizda qanday baho beriladi? Bu masalaga keladigan bo'lsak, yomg'irni yog'ish yoki yog'masligini oldindan aniq aytib, men bilganim haq, bundan boshqa narsa bo'lishi mumkin emas deydigan ma'nodagi da'voga ruxsat yo'q. Chunki bunday narsani faqat Alloh taoloning o'zi biladi. Lekin ilm asosida, tajriba asosida o'rganib, atrofdagi havoni, bulutlarni yurishini va boshqa ta'sirlarni o'rganib turib, yomg'ir yog'ish ehtimoli borligini aytish yoki shunga o'xshash bir ma'lumotlarni berish, bu unaqa dinga shak keltirish ma'nosida emas, g'aybni bilish da'vosida emas. Bunga ruxsat bor. Ob-havoni, demak ma'lumotini o'rganish markazlari, uni axborot tarzida aholiga yetkazish ma'nolari hamma islom davlatlarida yo'lga qo'yilgan. Chunki bu juda ko'p narsada foydali hisoblanadi. Kishilarni sog'ligi ma'nosida ham, ba'zi bir narsalarga oldindan tayyorgarlik ko'rish ma'nosida ham, yana ko'pgina demak bu narsalarni foydasi bor. Foydasi bo'lishi bilan birga, agar shu narsa to'xtab qolsa, bo'lmay qolsa, odamlar bexabar qolishi oqibatida bir qancha zararlar kelishi
ehtimoli ham bor. Bu narsalarni biz unutmasligimiz kerak. Savol: agar nikoh buzilmagan bo'lsa, kelin va kuyov bir-birini yoqtirsa, biroq ota-onasi tomonidan majburan ajratib yuborilgan bo'lsa, ular umrining oxiriga qadar boshqa turmush qurmay toq o'tishlari mumkinmi? Bu yerda albatta bir noqulay holat bayon qilinmoqda. Kelin kuyov o'zlari bir-birlariga muhabbatlari bor, yashash istaklari boru, lekin ota-onalari oraga tushib, ularni ajrashga majbur qilish holati. Bu holat albatta to'g'ri holat emas, balki ota-onalar o'sha bolalarini ajralmasliklari uchun choralarini ko'rishlari kerak. Ana shu holatni mahkam tutishlari lozim va lobud bo'ladi. Lekin ularni mana shunaqa majburlab ajratib yuborishdan keyin ikki taraf ham tog' o'tishi umr bo'yi kerak degan tushuncha yo'q. Bu tushuncha yo'q. Avvalo ajrashmaslik. Ajrashgandan keyin har taraf ixtiyori o'zida. Albatta boshqa oila qurishni ularga hech kim man qilmaydi. Lekin savolni tagida ota-onani roziligi uchun bir-biridan ajragan bo'lsa-yu, lekin oralariga taloq tushmagan bo'lsa, shunday ajrashmagan holda otasidan qo'rqib bir-biriga qo'shilolmay yurish ma'nosi bo'layotgan bo'lsa, albatta u vaqtda nikoh buzilmagan bo'ladi. Ikkovlari demak birga yashaversa joiz bo'ladi. Nikoh buzilmaganligi uchun nikoh buzilmay turib boshqa oila qurishga mutlaqo ruxsat bo'lmaydi. Bu narsani tushunishimiz kerak. Savol: iznisiz ilm olishga borish mumkinmi? Albatta mo'mina, muslima ayollar erining izni bilan ish ko'rishlari shariatni talabi hisoblanadi. Bu oiladagi totuvlik, o'zaro hurmat, tartib, intizomni yo'lga qo'yish uchun shariatga kiritilgan hukm hisoblanadi. Endi erining iznisiz ilm olishga borish mumkinmi degan savol umumiy savol hisoblanadi. Katta miqyosdagi savol. Bu yerda o'sha mumkin emasligi borilayotgan ilmni nima ekanligidan, qanday ilm ekanligidan kelib chiqadi. Agar o'sha borishga majbur bo'layotgan ilm farzi ayn bo'lsa ayolga, ya'ni o'zining shaxsiga Alloh taolo tomonidan farz qilingan narsa, shuni o'rganishi farz, o'rganib unga amal qilishi farz, eri ruxsat bermay tursa, lekin Allohning amri ustunligidan boraversa bo'ladigan holat bo'ladi. Misol uchun bir ayol namoz o'qimoqchi. O'qishni bilmaydi. Eri ruxsat bermayapti namoz o'qishni o'rgangani borishga. Unda uzr aytib, shunaqa men Allohning oldida gunohkor bo'lib qolaman, shuning uchun borishim kerak ekan deb borsa, ayolning haqqi bo'ladi. Chunki uning o'zini boshiga farz qilingan Alloh taolo tarafidan narsani ado etish uchun harakati bo'lyapti. Ilm deganda unaqa farz bo'lmagan ilm bo'lsa, keraksiz ilm bo'lsa, qandaydir bir saviyani oshirishmi, yana qandaydir boshqa bir narsa uchun urinishayotgan bo'lsa, albatta erining iznisiz unaqa joyga borishga ruxsat bo'lmaydi. Savol: agar kishi tug'ma chapaqay bo'lsa, u chap qo'lida taom yeyishi va yoki boshqa barcha amallarni